Assalomu alaykum. Bugun yurtimizda mustaqillikning 35 yillik shukronasini, shodiyonasini barchamiz chin qalbdan sezib o'tiribmiz. Buxoro viloyati pedagog mahorat markazida bayram arafasida mustaqillik men uchun ijtimoiy so'rovnomasini o'tkazishga qaror qildik. Qani ko'raylikchi, professor o'qituvchilarimiz, metodistlarimiz bugungi bergan savollarimizga qanday javob berishar ekan. Demak, boshladik. Mustaqillik deganda xayolingizda birinchi bo'lib qanday so'z keladi? Mustaqillikni bitta so'z bilan mujassam etish juda qiyin. Chunki bu bebaho, buyuk ne'mat hisoblanadi. Tarixga nazar tashlasak, bilamizki, mustaqillik bu ajdodlarimizning azaliy orzusi bo'lib va ular mustaqillikka erishish yo'lida o'zlarini ham qurbon qilishgan. Shu bois mustaqillik bu xalqimizning eng buyuk ne'mati va erkinligidir. Assalomu alaykum. Mustaqillik men uchun ijtimoiy so'rovnomani sizdan olishni maqsad qilib oldik. Agar O'zbekistonga bir tilak bildirish imkoningiz bo'lsa, nima der edingiz? Sening kelajaging buguningdan ham chiroyli bo'lsin degan bo'lardim. O'zbekistonning kelajagini 10 yildan keyin qanday tasavvur qilasiz? Men 10 yildan keyingi O'zbekistonni raqamli iqtisodiyot kengaygan, sun'iy intellekt rivojlangan, o'zbek innovatsiyalarini dunyo tan olgan, yashil energetika va zamonaviy ishlab chiqarish yanada rivojlangan, yangi ish o'rinlari va xalqaro hamkorlik imkoniyatlari kengaytirilgan, dunyoga yuz tuta oladigan davlat sifatida ko'raman. Rahmat. Mustaqil O'zbekiston deganda oilangiz hayotda qanday o'zgarishlarni ko'rasiz? Mustaqil O'zbekiston deganda avvalambor oilamning tinchligi, erkinligi, farovonligini tushunaman. Farzandlarim uchun esa yaratilayotgan imkoniyatlar, bular o'z kasbini o'zi tanlashi mumkin. Oldinga qadam qo'yayotganda o'zi mustaqil fikrlay oladigan yetuk farzandlar bo'lishi uchun imkoniyatlar keng yaratilgan jamiyatda yashayapmiz. Bu bizni o'zimizda ham vatanimiz uchun sodiq farzand bo'lib xizmat qilishimiz uchun ham o'sha yaxshi ish faoliyatimizni erkin olib borishimiz uchun keng yaratilgan imkoniyatlar bo'lsa kerak. Mustaqillik sizga qanday imkoniyat bergan deb o'ylaysiz? Men uchun mustaqillik masofani imkoniyatga, bilimni kuchga, kasbni esa faxrga aylantirgan davr. Bugun men masofadan magistraturani tugatib, mustaqil tadqiqotchi sifatida ham faoliyatimni boshladim. Demak, mustaqillik menga nafaqat o'qish va ishlash, balki o'rganib, o'rgatish va o'zgartirish imkoniyatini berdi. Men uchun mustaqillik imkoniyatni kutish emas, imkoniyatni yaratish erkinligidir. Agar chet ellik mehmon sizdan O'zbekiston qanday davlat deb so'rasa, unga birinchi nima der edingiz? O'zbekiston buyuk tarix, boy madaniyat va mehmondo'st xalq uyg'unlashgan betakror mamlakat derdim. Mustaqillik deganda ozod va obod vatanda erkin yashashni tushunaman. Mustaqil yurtda o'z fikrini erkin ifoda qila olasan. Odamlarda ertangi ishonchni ko'rasan. Mustaqillik bebaho boylik. Mustaqillikni bitta so'z bilan ifodalash kerak bo'lsa, qaysi so'zni tanlardingiz? Mustaqillikni albatta bitta so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Agar menga imkoniyat berilganda, buni bir necha so'zlar bilan ona, vatan, mustaqillik, erkinlik kabi so'zlar bilan ifodalagan bo'lardim, lekin eng asosiysi unda uyg'onish so'zini tanlagan bo'lardim. Siz uchun mustaqillikning eng katta ne'mati nima? Mustaqillik deganda meni ko'z oldimga ikkita narsa keladi. Ranglar olami bilan qiyoslaganimda oq rang ko'z oldimga keladi. Hayvonot olami bilan qiyoslaganimda oq kabutar ko'z oldimga keladi. Demakki, mustaqillikning eng katta ne'mati bu tinchlik. Vatan so'zini 3 ta so'z bilan qanday ta'riflagan bo'lardingiz? Vatan so'zini ta'riflaganda men beshik, ona yurt hamda ona tuproq so'zlarini keltirgan bo'lar edim. Yosh avlod uchun mustaqillikning eng katta ahamiyati nimada? Mustaqillik yoshlar uchun shunchaki tarixiy sana emas, balki o'z orzularini erkin amalga oshirish imkoniyatidir. Bugun bizning eng katta boyligimiz tanlash va kelajakni o'z qo'limiz bilan qurish erkinligidir. Sizningcha vatanni sevish nimadan boshlanadi? Vatanni sevish bu avvalo o'sha tug'ilib o'sgan ostonamizni, oilamizni sevishdan boshlanadi. Bundan tashqari biz yoshlar uchun albatta o'sha ota-bobolarimiz tomonidan qoldirib ketgan meroslarni asrab avaylash ham bu vatanimizni sevish, o'sha tarixda ota-bobolarimizdan qilingan ishlar to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lish ham bu vatanni sevish, uni tarixini sevish bilan birga o'sha ifodalaydi. Davlat ramzlaridan qaysi biri siz uchun eng ta'sirli?
bayroq, gerb yoki madhiyami? Bayroq, gerb, madhiya uzoq yillar, asrlar davomida davlatning ramzi sifatida foydalanib kelmoqda. Menimcha eng ta'sirlisi bu davlat madhiyasi. Sababi davlat madhiyasi yangraganda uning so'zlari, musiqali insonda albatta ilhom baxsh etadi. Sababi u yangraganda insonda uning so'zlari, musiqasi vatanga bo'lgan muhabbat, mehr va albatta birlikni uyg'otadi. Menimcha bu davlat madhiyasi bo'lsa kerak. Rahmat. Mustaqillik deganda xayolingizda birinchi bo'lib qanday so'z keladi? Mustaqillik deganda xayolimda birinchi bo'lib ozodlik keladi. O'zbekiston haqida qaysi qo'shiq sizda vatanparvarlik tuyg'usini uyg'otadi? Endi nima desam, ko'p qo'shiqlar bor vatan haqida, aynan O'zbekiston haqida. Ulardan eng yoqimlisi bu hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston degan. Ko'ch ketdik.